Jo'xa, menimcha sen juda ham katta qasr qurmoqchisan shekilli. Yo'q, kichkinaroq uy qurmoqchiman. Ha, mayli, bostir, gazini bostir. Bo'pti janob, siz bilan ko'p gaplashib o'tirdik-a. Ha, bo'pti, bor o'zi bekorchi bo'lib qoldik ikkalamiz ham. Mayli. Takalarni endi stop. Bu yoqda nima traktormi? U traktor olib kelibdi-da yangi qo'shnim yoki qo'shnim yangi traktor olib kelganmi bilmayman. Xullas qaysidir bittasi yangi, qo'shnim yangimi, traktor yangimi bilmadim. Yoki traktor sal eskiroq o'xshayapti. Menimcha qo'shnim yangi bo'lsa kerak. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa akalar. Men 71-qishloqdaman, yangi qishloqda albatta. Ushbu qishloqda kelgusi videolarni olishimni xohlasanglar, kanalga obuna bo'linglar va videoni kommentariy yozishga yozib tashinglar nima deyapman. Keyin akalar, asosiy kanalimizda 30 ming ta obunachi bo'lsa, xotinimni ham mana shu qishloqqa olib kelaman. Ya'ni xotinimni qaytaraman va mana shu qishloqqa olib kelaman. Tak hozir birinchi o'rinda nima qo'limda belkuray turib qo'lim bilan qaziyapman. Bu nima degan gap akalar, nima degan gap? Bu yerda qaziymiz akalarni endi takoy qilib to'ldirib yuborish kerak. Yarimtalik bloqqan, yarimtalik qo'limda turgan ekanini qo'yamiz. Endi mana bu yoq tosh qilib yuborish kerak akalar. Takoy qilib 2 qavatli uy qurishni boshlayapman. O'shaning uchun ham bilmayman bu qishloqda bunaqa uy oldin bo'lganmi yo'q. Menimcha yo'q akalar, chunki bunaqa uyni qurish uchun jetellar kamida zo'r, boy jetel bo'lish kerak edi. Bular boy jetel bo'lmagani uchun menimcha qishloqda bunaqa uy bo'lmasa kerak. Xo'p, mana bu tomonda oxiriga kelib turib akalar daraxt qo'yib yuborar ekanmiz, chunki narigi tomonda o'sha daraxt qo'yilgan ekan. Tak daraxt qo'yamiz, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta bo'lsa 5 ta bo'lar ekan, to'g'ri. Ana endi devor qismiga o'tadigan bo'lsak, devor qismini mavjudlar devorga o'xshatib qilish kerak yoki boshqacha qurish kerakmikan. Tak janob merdi ishxonasida unaqa qilinmagan. Tak qanday qilsam ekan, qanaqa stilda qilsam normali chiqadi. Tak qismida bir qator tosh qo'yib chiqamiz, o'ylab qaradim akalar. Tak toshimiz tugadi. Tosh olamiz yana akalar. Toshimiz vashshi more. Tak bu tomondagi toshni kirkan bor, kirka. Oltin, qanaqa oltin? Temirli kirkan bor akalar, chunki temirli bo'lmasa agar oltin qanaqa oltin toshli kirka yoki cho'plik kirgani kuchi yetmaydi. Shuni bilasizlarmi akalar? Yo bilmaysizlarmi? Bilmasanglar bilib olaylik. Kuchi yetmaydi vashsheta. Tak tepa qator tosh bo'ladi, yana bir qator bu tomon ham tosh bo'ladi akalar. Mana shu yerda mashinam sig'ami ekan, bemalol sig'sa kerak. Menimcha sig'adi. Sig'masligi ham mumkin. Sig'masligini o'ylab ko'rish kerak lekin. Shu ham sig'maydimi deb o'ylab qolyapman-da akalar. O'shani yaxshilab o'ylash kerak edi. Agar sig'maydigan bo'lmasa kattalashtirib yuborish kerak. Sig'maydigan bo'lmasaga balo borimi? Vatta akalar, shu bugun bori tilim vobshe g'alati gaplarni gapirib qo'yyapti. Shunga nima deysizlar, tilimni qanaqa jazolasam ekan? Menimcha chotki bo'ldi. Ana endi taxtadan foydalanib mana qilib qo'yib chiqaramiz. Tak derazani qanaqa stilda qursak bo'ladi? O'rtadan bir qator qo'ysak, 2 tali oyna bo'ladi. Menimcha bu yer garaj bo'lganini hisobga olgan holatda javnaqa katta oynani keragi yo'q. Menimcha shunday qilsam normali bo'lib turadi pakashto. Mana o'zi javnaqa oynani ko'p keragi yo'q. Shu yon tomonga yetadi. Bu tomonda esa bu tomonda ham xuddi o'shanaqa qilamiz, xuddi o'shanaqa oynalashtiramiz. Tak bu tomon full yopiladi. Sababi ko'ryapsizlar o'zingizlar, mana bu tomonda zina chiqqan. Zinaga xalaqit qilmaslik kerak albatta. Mana tak hozir o'rtaga bitta qo'yib turib, bunaqa qo'yib yuboramiz. Bu tomonni ham full yopib boramiz, chunki bu tomon ham ochiq qolmasligi kerak. Menimcha chotki bo'ldi. Mana hozir zinani nima qilishni o'ylab ko'rish kerak akalar. Nima qilsam ekan, mana taxtdan olib tashlaymiz birinchi o'rinda zinani qo'yish uchun. Mana blokka, tosh blokka olib tashlaymiz bu yoqdan. Chotki. Ana endi mana buni qo'yamiz. Tak bu tomonga chiqib buni qo'yamiz, bu tomonroqqa chiqib buni qo'yamiz va oxirgisiga chiqib katta tosh blok qo'yib yuboraymi? Yo taxta qo'yib yuboraymi? Yo to'xtanglar akalar. Bir qator ko'tarmoqchiman u tepaga. O'shaning uchun qo'yamizda, ustini bir qator yana kattalashtirmoqchiman. O'shani ham hisobga olish kerak. Tak pakashto mana qilib bir qator qo'yib chiqish kerak. Buni qo'yib chiqqanimdan keyin esa o'rta qatorda, ya'ni birinchi qavat yo ikkinchi qavatni pol qismini tayyorlayman. Sizlar ham mana shunday qurilishlarni amalga oshirasizlarmi yo'qmi? Kommentariya? Vatta akalar, rostdan ham bugun men tilimga nimadir bo'ldi. O'shaning uchun endi uzr vorasizlar pakashto, chunki xato gapirib qo'yaveryapman-da. Xato gapirib qo'ymasligim uchun uzr voringlar. Mayli akalar, iltimos. Tak toshni qo'yamiz, toshni oxirgi qatorga ham qo'yib yuboramiz. Va nimadir qisilib qoldim bu yerda. Bo'ldi, qisilish o'tib ketdi. Taxtalar bor ana endi. Pol qismini tayyorlashim uchun taxtalar menimcha yetib qolsa kerak. Mana kay.
Menimcha takoy bo'lyapti. Endi esa qanday bo'ladi bu yog'i? Bu yog'i bitta, ikkita, uchta, to'rtta daraxt bo'ladi. Asta tushamiz. Asta degani vashi bo'lib ketdi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta tosh bo'ladi. Bu tomonga kelib turib daraxt bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta tosh deb mana o'zimcha toshga balo bor daraxt bo'ladi deb mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta akalar, lekin uyimdan vash chiqmayapti. Yo'nalish traktor yomon yoqmayapti. Menga yashil qurbaqarang. Xo'p, ana endi bu tomon ham xuddi shunaqa bir qator tosh bo'ladi tag qismi. Toshlar qani, tosh bormidi? Birsta bor ekan, birsta yetarmikan o'zi. Yetib qolar akalar, yetmasa yana olib kelish problema emas. Shaxtadan olib kelaman bu gal, chunki o'sha pulim tugadi akalar. Yangi olishga hozir pul yo'q. 28 ta taxta bor ekan, taxtalarni shuna qo'yib yuborayin. Qo'limga ari qo'nsin bor, vashchi qo'nsin. Qo'nib ham chaqib ketsin. Qo'lim yetam, o yetar ekan, yaxshi. O'zi qo'lim uzoqqa yetar ekan anchagina. Qo'yamiz. Mana shu oxirigacha yetsa, lekin respekt bo'ladi bor akalar. Bu respekt bor, lekin ortib ham qoldi akalar. Bu respekt Pro Max deganimiz shunda. Qolganlarni hammasini taxtaga aylantirib yuboramiz. Taxta bemalol yetish kerak. Xo'p, tepa qavat zinali shefer bilan yopamiz albatta. O'shaning uchun yetish kerak deyapman. Takoy ikkinchi qavat o'sha akalar bitta. Balkon menga shart emas. Prosta mana yerdan katta bitta oyna qoldiraman. Tashqi tomon ko'rinib turishi uchun ko'chani ko'rishim kerak-da, nima bo'lyapti, jitel nima qilyapti degandek. Xo'p, mana takoy bu tomoni, mana bu tomonni sal o'ylantirib qo'ydim mana. Bu tomonda qaranglar akalar, eshik bo'ladi-yu. Shu eshikni qanday qilsam ekan? O'shanga salgina o'ylanib qoldim akalar. O'shaning uchun taqtinglarda mamnun qilamiz. Bunday bo'lgandan keyin eshikni qo'yib yuboramiz prosta akalar. Hozir xo'p, eshikni birinchi o'rinda mana qo'yib olsam, keyin qiynalmasam kerak deb o'ylayapman. Endi bilmadim, o'ylayveraman. Pakashto mana akalar, qora eshik qo'ygan sababini bilasizlar nimaga? Chunki jitellar bu eshikni ocha olmaydi. Jitellar yomon asab ketaveradi. O'shaning uchun ular ocha olmaydigan eshikdan qo'yib yubordim. Bu tomon normal, bu tomonga ham shunaqa va shunaqa qilamiz. Mana bu tomonda ham mana bunaqa qilamiz. Bu tomonga menimcha deraza emas, vashi ochiq qoldiraman bu tomonni. Chunki o'sha bu tomonda nima bo'lishi mumkin akalar? Ochiq turaversam hech narsa qilmaydi-ku, to'g'rimi? Bu tomondan hech kim kirib chiqmaydi. Mana bu tomonda bo'lsa, qanday to'xtanglar-da, bu tomoniga nima men taxta qo'yibman, tosh qo'yish kerak axir. Tosh bo'lmasa g'alati bo'lib qolar ekan. Toshim bor 36 ta hozircha, tugab qolmasa kerak. Tepaga chiqib olib turib, buzmasam bu g'alati, biqindan turib buzish anchagina qiyinchilik tug'dirar ekan rostdan ham. Bo'ldi akalar, mana yoqda ham bitta qolib ketibdi akalar. Bo'ldi. Ana endi akalar toshni qo'yamiz. Akalar degan so'zni bitta videoda nechta ishlatyapman, yozib qoldiringlar akalar. Ana endi bu tomoniga taxta bostiraversak bo'ladi akalar. Mana bu tomon o'zi bir xil bo'lib ketdi. Normali bu yoqqa tosh va tosh qo'yamiz. Mana bu taxtani ham chopamiz akalar, bo'lmaydi. Bu yer tosh bo'lishi kerak. Chunki tosh bo'lib kelyaptimi, dakansa tosh bo'lishi kerak. Mana akay, bu yoq ham tosh bo'lib ketadi. Eshitdi bitta taxta bag bo'lib qoldi. Bu yoqqa bo'ldi, всё. Ana endi bu tomon toshini davom ettiramiz akalar. Qayoqqa kelib qo'ygandim? O'zi hech qayoqqa kelib qolmagan ekanman. Shu eshikni oldidagi ishimni davom ettirayotgan ekanman shuncha paytdan beri. Menimcha jotki, endi bu yog'ini ham shunaqa. Bu oxiriga kelganda qiyshaytirib yuborishga balo bor ekanmi? Menimcha toshim tugadi yo'q akalar. Toshim tugayapti. Mayli, hozir tosh olib kelaman akalar. Qarashda bu qurilishni davom ettiraman. Sizlar esa videolarni ko'rishda davom etinglar.